Salom hammaga. Biz emasam CSSda amaliyot qilamiz bugun. Xo'p, figma.com veb-saytiga kiramiz birinchi. Google'da ochib olamiz. Bu yerdan Figma deb yozamiz. Enter bosamiz. Keyin birinchi chiqqan veb-saytga ustiga bosamiz. Xo'p. Kelinglar mana shuni qilamiz. Hozirgi shu veb-saytni dizayn qilib ko'ramiz. JavaScript aralashmaydi. Sababi biz hali JavaScriptga yetib kelmadik. Shuning uchun shuni o'zini qilamiz. Buni topilmasligi mumkin. Community kiramizda bu yerdan. Xo'p. Landing page deb yozasizlar. Masalan chiqadi. Hop, pastroqqa tushib ko'ramiz. Mana topdim, mana shu. Mashinadan chiqadi landing page deb yozsalaring, tomonga kirib tepaga searchga, keyin mana shu yerdan ustiga kirasizlar, ustiga bosasizlar, keyin bu yerdan open Figma bosasizlar, ya'ni Figma ichida ochish. Keyin ochiladi. Hop, mana ochildi. Endi bu yerdan coverdan design o'tib olamiz. Bu yerdan. Hop, mana dizayn chiqdi endi. Buni qilmay qo'yamiz, bunisini qilamiz hozir. Hop. Demak, buni veb-saytning nomi ZBox ekan. Hop, terminalga kirib olamizda Windows R bilan cmd deb yozamiz. OK bosamiz, keyin bu yerdan cd desktopga kirib oldik. Endi nuqtir ZBox deb yozamiz. Mana endi papka paydo bo'ldi. Hop. cd qilamizda ZBox deb ichiga kirib olamiz. Mana shu papkani ichiga kirdik endi. Bu yerdan code deymizda juda turib nuqta qilamiz. Hop, mana endi shu papkani ichida ochildi. Buni yopib turamiz. Hop. Birinchi bo'lib biz index.html fayl ochamiz. Keyin file.css papkasi faylni ochamiz. Hop. Bundan Shift+1 qilamizda enter bosamiz. Bu yerdan link orqali start CSSni ulaymiz. Keyin uni brauzerda ochamiz. Mana ochildi, hali hech narsa yo'q. Endi boshlaymiz. Onni o'tiramiz. Hop. Hop, birinchi bo'lib turib navbar qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, keyin hero qismini qilamiz. Birinchi mana shu logoni olishimiz kerak bo'ladi. Hop, mana shularda eksport qilsak bo'ladi buni. PNG formatda JPG va SVG qilsak bo'ladi. PNG qilaveramiz biz. Hop. Mana shu yerdan eksport nomini bosamiz. Keyin mana bu yerda ochildi endi. Buni ochib olamiz. Ctrl+C qilamiz. Keyin bu yerdan image deb yozamiz. Papka ochib olamiz, ichiga tashlaymiz. Mana endi tushdi mana. Hop. Keyin bularni qilamiz. Keyin bu rasmni ham olamiz.
Tashlaymiz. Mana tushdi. To'xtaylik. Bunaqa bilan tushib qoldi, rasm tekstlar bilan matnlar bilan tushib qoldi. Hop, endi bu yerdan opladimikan? Endi boshdan qilib ko'raylikchi. Yo'q, baribir bo'lmadi. Kelamayt bilan rasm qidiramiz emasam. Bu yerdan city deb yozib qo'yamiz. Hop, masalan, rasmni olaylikchi. Internet jinisi ekan. Hop, mishani o'ng tugmasini bosib turib, bu yerdan copy image'ni bosamiz. Hop, keyin bu yerga tashlaymiz. Buni endi bu kerak emas, o'chirib tashlayveramiz. Endi bunisini nomini Hero qilaveramiz. Nomini Hero qilib qo'yamiz. Bunga esa logo qilamiz. Farqlash uchun F2 ni bosish kerak bo'ladi. Ustiga bosib turib F2 ni bosish kerak. Keyin metlardan endi tasvir olamiz, ya'ni qolganlarini. Bu yerdan bunisini ham eksport qilamiz. Mana tushdi endi bunisi ham. Endi tasvirotni rasmi yo'qmikan? Hop. Bu ham eksport bo'ldi. Bu ham tushdi, endi bunisini olamiz. Hop. Tashladik. Endi bunisini olamiz. Endi bunisi hop, endi bu yerdan eksport qilamiz. Hop, ana endi bularni ham oldik. Endi kod yozishni boshlaymiz. Hop. Setini o'chirib turamiz. Bularni ham o'chiramiz. Hop, tepada hop boshlaymiz emasam
bitta div tagini ochamiz-da, buni ichiga yozamiz qolganlarini ham. Ya'ni umumiy hamma ma'lumot shu divni ichida bo'ladi birinchi. Xo'p, keyin nav deb yozamiz. Nav endi keyin ichiga image deymiz. Bu logo uchun. Keyin bunga buldutchiga lidan ko'paytiramiz. 5 ta ekan. Mana yozib oldik. Xo'p, endi boshlaymiz. Image'ga mana yozamiz haligidan. Ikkala yoniga bitta H1 yozishimiz kerak. H1 ga xo'p The Box edi nomi. Xo'p, mana chiqdi endi. Xo'p, rasmga image ichidan logoni olamiz. Ko'rgan bo'lsak, endi chiqdi. Keyin shuni bitta div ichiga olamiz. Xo'p. Bularga ichiga yozib chiqamiz. Birinchisiga home qilamiz. Ikkinchisiga about us. Xo'p. Uchinchisiga project. To'rtinchisiga service. Xo'p, oxirgisiga contact us. Xo'p, mana endi tayyor bunisi. Ko'rgan bo'lsak, hammasi chiqdi. Mana navbariga tegishli joy. Xo'p, endi nima qilamiz? Xo'p, style CSS kiramizda. Bu yerdan yozamizki, birinchi xo'p, navni yozamiz. Navni hammasiga beraveramiz. Bunga display flex beramiz. Ko'rgan bo'lsak, hammasi bitta chiziqqa turib qoldi. Xo'p. Keyin bitta div bo'layotgan bo'lsa, bunga class berib qo'yamiz. Bunga logo deymiz. Xo'p, bunga nuqta qilamizda logo yozib turib, bunga ham display flex beramiz. Rasm sal kichikroq qilish kerak ekan. Keyin bunga logo deymizda, bunisiga bunga class berib turib, to'sanglar. Bunisi hammasi yaxshi. Bu yerdan width bilan height o'rlab qo'yamiz. Width'ga 30 piksel beramiz, height'ga 30 piksel. Mana kichkinaroq bo'ldi, yoki eligidan ham beraveramiz yoki. Xo'p, mana chiqdi. Xo'p, bular ichiga endi margin beramiz. Shu 5 piksel beramiz. Keyin ichiga gap beramiz. 10 piksel. Mana orasi ochildi endi. To'g'ri tushunyapti bir-biriga. Xo'p, logoni ichidagi hozir qilamiz, nuqta qilamizda logoni ichidagi H1 ga yozamizki, rangi ko'k ekan.
Colorga buni yo'qlamizda. Keyin bunisiga hop font family'ni o'zgartiramiz. Unga mana shunday qilamiz. Unchalik o'xshamadi, to'qroq ko'k shekilli. Yo'q, bo'lmadi. Hop, mana shunisi ham bo'lsa kerak menimcha.